Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga chorshanba 16-aprel 2025-yil biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilasizlar. Hop, bugungi kunimizga 8 bosh xunojinimiz keldi. 7 ish sog'liklari sinovdan o'tdi, yaxshi ekan. Bo'y bastilari ham yaxshi. Kechagi hafta olib kelgan mollarimiz klientlarimizga sal qimmatlik qildi. Narx-navolari telefon qilishib sal narxi yengilidan olib keling deyishgani uchun sal ulardan kichikroq variantini olib keldik. Sinovdan o'tdi. O'zimizning vodiyda mollari Qashqadaryo yoki Surxondaryo emas. Boqaman deydigan odam bemalol aloqaga chiqib boqishlari mumkin. Sigir qilib olaman deydigan odamga mana buni tavsiya qilaman. Bu ham zo'r. Boybaslari hamma yo'g'i yaxshi ekan. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Hurmatli obunachilar, kundan-kunga obunachilarimiz soni qo'shilib boryapti. Allohga shukr, barchasi sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring sabab. Podpishka qilib, like, podelisak turibsizlar. Obunachilar soni kundan-kunga o'sib boryapti. Mollarimiz oldi tomondan ko'rinish. Hammasi zo'r. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q, bo'y bastilari ham zo'r. Bularning narxini xudo xolasa bomba qilib aytamiz. Bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bo'y bastilari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu 3 tasi, birinchi, ikkinchi, uchinchi dag'isi 1.5 bo'yi. E'tibor beramiz, 1.5. Hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Mana bu 4 tasi 1 metr. 4 tasi 1 metr. Plus hammasi. Mana bu 95 plus. Birinchida turgan shvedchamiz 95 plus. Kamchiliklari yo'q. Bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa aloqaga chiqsin. Narxini 8 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa narx-navolarini bozorga chiqib turgan odam bo'lsa bemalol solishtirib olishlari mumkin. 8 million 200 ming so'mdan dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab qilib beramiz. 8 tala uni bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa. 1 2 3 4 5 6 7 8 tasini bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa 8 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Alohida olamiz deydigan odam bo'lsa narxlari o'zgaradi. Pasayishi mumkin, qo'shilishi mumkin. Lekin hammasi bir joyga olinsa o'ta zo'r bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mollarda hammasi orqoldi kelishgan. Kamchiliklari yo'q. Yedi ishchisini ko'rsating deyishyapti. Xudo xolasa hozir ko'rsatib o'tamiz 7 ishchilarni ham bularda. Qanday yeydi, nima yeydi. Silos beryapmiz, kepak sevib, somon qo'shib. Xudo xolasa yeyishlari zo'r ekan. Kecha kelgan. Sal baribir charchoqlari bor. Kecha qilingan narx-navolarda encha bular yo'lida. Xudo xolasa. Ortiqcha aytganimiz bilan 9 milliondan 8 million 8 ming so'mdan deganimiz bilan bu foydasi yo'q. 8 million 200 ming so'mdan 8 talo bir joyga bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin bemalol. Ularning ichida monosi bo'lmaydi deydigani yo'q. Hammasi zo'r. Bitta ikkita bo'lishi mumkin. Olayotgan odamga yoqmasligi mumkin, lekin o'sha bitta ikkitasi bu tomondan odamga foyda qilib beradi. Shuning uchun qolganini qo'shib beradi. Shu raznica shu xolos. Ortiqcha farqi yo'q bularning ichida. Bo'y bastilari ham, oyoq qo'llari ham hammasi zo'r, xudo xolasa. 1.5 plus mana bu uchalasi mana. Oldi tomondan ko'rinishlari, xudo xolasa zo'r. Ayblaydigan joyi yo'q. Mana bu shvedlar
Dahshat. Yedi ishtilarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Undan keyin yana videomizni yakunlaymiz. Peshvozlari o'zakchalarimiz 7 ishtilari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir qo'yilgan videolarimiz mana aytib o'tdim o'shanda videolarda yeb ichishini ko'rsatamiz deb. Zo'ragan yeb ichishlari haqiqiy kamchiliklari yo'q. Bemalol boqaman degan odam aloqaga chiqishi mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimiz Padishah Kuraslar bular mutlaqo tekin. Nojinda zo'ridan boqaman deydigan do'st birodarlarga podelitsiya qilishni unutmanglar. Silos beryapmiz, kepaga aralashtirib, azunajinday somon qo'shdik. Bu xolosa zo'r. Kamchilik, xatolari yo'q. Yeyish ichishlarida yeb ichishlarini akalar ko'rdilar, baholasa akalar ukalar. Hammasi zo'r. Ovqatga dahshat ekan. Uzoqroqdan olyapmiz mana. Uzoqroqdan oling deganlar uchun. Qiziqqanlar aloqaga chiqishlari mumkin. Manzillarimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosasiz. Like bosib kanalimiz Padishah Kuraslar. Chorva qiziqadigan do'st birodarlarga podelitsiya qilishni unutmanglar. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Oilalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Chorvalaringga fayz baraka, qilayotgan ishlaringga omad, yaxshi kunlarda uchrashlik sizni bizlarga doim nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimizga bittadan like bosib, Padishah Kuraslar. Ishlaringga omad.